Assalomu alaykum, o'mali gilamlar obunachilari. Biz sizlarga bugun do'konimizni to'liq obzorini tushuntirib o'tamiz. Bizda aksiya, skidka degan narsalar yo'q. Bizda muddat yo'q. Sababi biz yangi ochilganmiz. Ochilganimizga 2 oy bo'ldi. Klientni o'rgatish maqsadida barcha gilamlarni optimroq qilib, arzon qilib narxlar chiqarib qo'yganmiz. Sizlarga bir qator narxlar tanishtirib o'taman. Marhamat, bu tomondan tanishtirib o'taman. Xo'p, bu ro'zg'orbop gilamlarimiz hisoblanadi. Yerdagi variantlar ham yangilik bo'lib keldi, ko'rishingiz mumkin. Eniga 80 santimetrdan eniga 4 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Eniga qarab metrlari har xil. Ya'ni 1 kvadrat narxi 43 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Misol uchun, ko'p xonadonlarda eni 3,5 metrlik bo'ladi. Mana shularda eni 3,5 metrlik 1 metr narxi 150 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Chetlarni kesib tik beramiz o'lchamiga qarab. Xo'p, bundan tashqari daroshka variantlari xuddi shuni. Kvadrati 43 ming so'mlik, eni 80 santimetrdan eni 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Bularda ham kvadrati 43 ming so'mdan. Xo'p, bu tomonda bu stundagilar Eron nomli gilamlarimizni eniga 3x4, 3x5, 3x6, 3x7 razmerlarni o'rab qo'yganmiz. 1 kvadrat narxi 125 ming so'm. Ya'ni 3x4 razmerdagi Eron gilamimiz 1 million 500 ming so'mga tushadi. Bular qizlar sepiga, mehmonxonalarga olinyapti 2 xil tovlanuvchan gilamlar hisoblanadi. Qalin zich to'qilgan. Xo'p, bu tomonda yana yangilik bo'lib kelgan daroshkalilarimiz bor. Mana yo'lkalilarimiz. Eniga 1 metrdan tortib, eni 2,5 metrgacha. Bular ham eni 1 metrdan tortib, eni 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p, buni 1 metr kvadrat narxi 68 ming so'mdan qilib beryapmiz. Misol uchun, eni 1 metrligi 68 ming so'm, 120 ligi 81 ming so'm. Xuddi o'shunga o'xshab qo'shilib ketaveradi. Bular ham material 100% poliester, 2 xil tovlanuvchan material hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari bu tomonda Ipay nomli gilamlarimiz bor. Eni 80 santimetrdan eni 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor bularda ham, ko'rishingiz mumkin. 1 kvadrat narxi 100 ming so'mdan. Birinchi ko'rsatib o'tgan poliesterligimizdan ko'ra bular qalinroq, zichroq to'qilgan varianti. Xo'p, 1 metrlik 100 ming, 1,5 metrlik 150 ming so'm, 2 metrligi 200 ming so'm, kvadrati 100 ming so'mdan tushadi bular. Keyingisi Eron nomli metrlik gilamlarimiz. Buni ham 80 santimetrdan 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor, ko'rishingiz mumkin. 1 kvadrat narxi 125 ming so'm. Ya'ni 1 metrligini metri 125 ming so'mdan hisoblanadi. Bu Eron nomli gilamimiz. Poliesterlikda eng qalin varianti, zich to'qilgan varianti hisoblanadi. 2 xil tovlanuvchan bu ham. Bu yonimizda ro'zg'orbop gilamdan keyingi o'rinda turadigan narsa yagona nomli metrli gilamimiz. Eni 80 dan eni 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 91 ming so'mdan qilib beryapmiz. Misol uchun, eni 1 metrli daroshka 91 ming so'm. Narada ro'zg'orbop gilam ko'rsatganmiz sizlarga. O'sha variant 43 ming so'mdan. Undan ham bor, bundan ham bor. Assortimentda umuman muammo yo'q. Xo'p, bir boshdan ko'rsatib o'tamiz yana. Bu yerda yana yangiliklarimiz kelgan. Ipay nomli metrli gilamimiz eni 3 metrliklari. 1 metr narxi 300 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu yonida yana yangilik bo'lib kelgan havorang, keng tillarang aralashgan variantlar yetib keldi bularni ham. Eniga 3,5 metrli 1 metr narxi 350 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu ham 2 xil tovlanuvchan ipay material. Qalin zich to'qilgan bu ham. Tepasida yagona nomli metrli gilamimiz eniga 3,5 metrli variantlari 1 metr narxi 300 ming so'mdan qilib beryapmiz. Eniga 3,5 metrli. Bu yon tomonimizda qalin eniga 3,5 metrli gilam. Qalinligini ko'rishingiz mumkin. Bu eng qalin gilamlar toifasiga kiradi. Buni ham metrli gilamini olib kelib qo'yganmiz. 1 metr narxi 600 ming so'mdan buniki. Xo'p, bu tomonda yana gilamlarimiz bor. Metrli gilamlarni tanishtiraman. Ana ro'zg'orbop gilamimizni eniga 3 metrli bo'lgan variantlarni yerga qo'yib qo'yishgan bolalar. 1 metr narxi 129 ming so'mdan tushadi. 1 metr narxi eniga 3 metr. Xo'p, bu tepada ilingan variantlarimiz 2 xil tovlanuvchan poliester materialdagi. Buni ham eniga 3, 3,5, 4 metrli razmerlari bor. Eniga qarab metri 200 ming so'mdan boshlanadi bularki. Xo'p, bundan tashqari qizlarning sepiga bu tomonga ponni gilamlar terganmiz. Hammasi qizlar sepiga, mehmonxonaga olinadigan gilamlar. Ro'zg'orbop tayyor gatoviylarni o'ramaganmiz, sababi uni ochib ko'rsatamiz. Xo'p, yagona nomli tayyor gatoviy gilamlarimiz 1 kvadrat narxi 90 ming so'mdan.
Xo'p, ya'ni 3,5 ga 5 varianti 1,500,000 so'm atrofida tushadi bitta butun turishi. Chetida popi ko'rjalari bor. Keyingisi Samarqand sak zavodining Zilli nomli gilami. 1 kvadrat narxi 140,000 so'mdan. Bularda hammasini ko'rsatib turganim eniga 3 ga 4 razmerdan 4 ga 8 gacha bo'lgan rasmlardan mavjud. Keyingisi Eron nomli gilamimizning assortimentlari. Mana unisi ham yangilik bo'lib keldi, moviy aralash. Bularda ham eniga 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 8 gacha bo'lgan rasmlardan mavjud. Xo'p, 1 kvadrat narxi 125,000 so'm. Misol uchun 3,5 ga 5 metrli xonadonga tushadigan razmeri 2,200,000 so'mdan qilib beryapmiz bitta butun turishini. Keyingisi Yuksel nomli gilamimiz. Xo'p, buni ham kvadrati 125,000 so'm. Qalinligi qalin, chetida popi ko'rjalari bor. Buni ham 3,5 ga 5 ga 2,200,000 so'mga tushadi. Keyingisi Ipay nomli gilamlarimiz. Bularda ham yangiliklari kelgan mana. Tillarang, havorang, yana tillarang aralashganlari. Bularda ham 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlardan mavjud. 1 kvadratini 100,000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 5 metrli gilamni 1,500,000 so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Kelib bemalol olib ketishlaringiz mumkin. Pastda ro'zg'orbob metrli gilamimiz endi 4 metrliklari 43,000 so'mdan kvadrat. Bu tepada turgan ilingan variantdagilar Eron nomli metrli gilamlar hisoblanadi. Eniga 4 metrli 1 metr narxi 500,000 so'mdan, chetida ko'rjalari bor, qalin metrli gilam hisoblanadi. Keyingisi Ipay nomli gilamimiz. Ko'rishingiz mumkin. Eniga 3 metr, 3,5 4 metrli razmerlari bor. Eniga qarab metri 300,000 so'mdan boshlanadi. Bu ham 100% polyester 2 xil tovlanuvchan. Tagida yagona nomli metrli gilamimiz ko'rsatib o'tganmiz, o'shini 4 metrli varianti. 1 metr narxi 365,000 so'mdan. Xo'p, bundan tashqari baxmalli gilamlarimiz bor. Baxmalli gilamlarimiz ham eniga 3 metr, 3,5 4 metrli razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 50,000 so'mdan. Ya'ni eniga qarab metri 150,000 so'mdan boshlanadi. Tagida yana ipay materialdagi, polyester materialdagi to'qilgan, eniga 3,5 metrli bo'lgan metrli gilamlarimiz bor. Buni 1 metr narxi 237,000 so'mdan. Xo'p, pastda ikkita ro'zg'orbob gilamimiz, bu ham 43,000 so'mlikdan. Bu eni 320 lik bo'lgan variantlar. Eniga 80 sm dan eni 4 metrgacha bo'lgan razmerlari bor degan mana, o'shuning uchun har xil razmerlardan bor bular. Xo'p, keyingisi Eron nomli metrli gilamimizda eniga 3,5 metrli variantlari bular. Eniga 3,5 1 metr narxi 440,000 so'mdan. Bu ham mana 125,000 so'mdan to'g'ri keladi 1 kvadrat narxi. Xo'p, keyingisi Ipay nomli gilamlarimiz hisoblanadi. Mana ular 1 kvadrat narxi 100,000 so'mdan to'g'ri keladi. Ya'ni eniga 3,5 metr, 1 metr narxi 350,000 so'mdan. Bundan tashqari bu sizlarga aytib o'tgan barcha razmerdagi gilamlarning assortimentidan umuman muammo yo'q. Hamma o'lchamlardan, hamma razmerlardan bor. Bizda o'lchov olish, dastavka xizmatlari mutlaqo bepul. Sizlarga manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani. Mo'ljal prokuraturaning ro'parasida joylashgan. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.